Yaponiyalik erkak yiliga 200 ming AQSh dollari topsa ham farrosh bo'lib ishlashda davom etmoqda. Yaponiyada yashovchi 56 yoshli Koichi Matsubara yiliga 30 million iyena, taxminan 203 ming AQSh dollari daromad topadi. Biroq u hali ham oddiy farrosh sifatida ishlashni davom ettirmoqda. Matsubara haftasiga 3 marta kuniga 4 soatdan Tokio shahridagi ko'p qavatli uyda tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajaradi. Matsubara maktabni tugatgach, zavodda oyiga 180 ming iyena maosh bilan ishlay boshlagan va xarajatlarini qat'iy nazorat qilib, bir necha yil ichida 3 million iyena, 20 ming AQSh dollar jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. Bu pulga u kichik kvartira sotib olgan. Hozirda Matsubaraning Tokioda va uning atrofidagi hududlarda 7 ta kvartirasi bor. U shuningdek aksiyalar va investitsiya fondlariga mablag' kiritgan. Boyligiga qaramay Matsubara sodda hayot kechiradi. U arzon kvartirada yashaydi, o'zi ovqat tayyorlaydi. 10 yildan beri yangi kiyim sotib olmaydi. U oddiy smartfon ishlatadi va ko'pincha velosipedda yuradi. Uning maqsadi 60 yoshda nafaqaga chiqish va boyligini oshkor etmasdan mazmunli hayot kechirishdir.